Chempionlar Ligasida Bavariyadan umumiy 6-4 hisobidagi mag'lubiyat, La Ligada Barselonadan 7 ochkolik farqning yuzaga kelishi, aprel oyida esa ketma-ket 4 g'alabasi seriya. Bularning barchasi Realning ayanchli ahvolini ifodalaydi. Shunday ishlardan so'ng jamoa prezidenti Florentino Perez Madrid tarkibini tubdan yangilashga qaror qildi. Yoki-da jamoadan ko'plab futbolchilarni ketkazib yubormoqchi. Shunday qilib, bugungi videoda biz Real Madridni tark etadigan futbolchilar va murabbiy haqida gaplashamiz. Mavsum yakunlangandan so'ng jamoa bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Madriddan ketishi ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda, Madrid jamoasi 4 nafar murabbiylar nomzodini ko'rib chiqmoqda. Asosiy nomzodlardan biri bu Jurgen Klopp. Germaniyalik murabbiy jamoa rahbariyati tomonidan yuqori baholanadi. Lekin ikki tomon o'rtasida hali hech qanday aloqalar o'rnatilmagan. Bundan tashqari Madrid prezidenti Zinedine Zidane variantiga ham to'xtalgan, lekin Zidane Fransiya terma jamoasini boshqarishi kutilmoqda. Shuningdek, qirollik klubi yozda bo'lib o'tadigan jahon chempionatidan so'ng Fransiya terma jamoasini tark etadigan Didier Deschamps va AQSh terma jamoasini hozirda boshqarayotgan Mauricio Pochettino variantlarini ham ko'rib chiqmoqda. Madridning 7 o'yinchisi yozda jamoani rasman tark etishi tasdiqlandi. Bu futbolchilar o'yin amaliyoti kam bo'layotgan Raul Asensio, Gonzalo Garcia, Dani Ceballos va Camavinga. Ushbu futbolchilar yozda transfer oynasida sotuvga qo'yiladi. Bundan tashqari yoshi o'tib qolgan va Madrid keraksiz deb hisoblaydigan Alaba va Dani Carvajal yozda jamoani erkin agent sifatida tark etishadi. Shuningdek, Real qobiliyatlariga ishonadigan, lekin hali o'zini ko'rsatib ulgurmagan Maslan Tuno kelasi yozda ijaraga yuboriladi. Jamoa rahbariyati yo'qotilgan futbolchilar o'rnini bir nechta yulduzlarni jamoaga transfer qilish va ijaraga berilgan futbolchilarni ortga qaytarish bilan yopishni niyat qilgan. Xususan, Fransiyaning Lyon jamoasiga ijaraga berilgan braziliyalik Endrick va Italiyaning Como jamoasida to'p surayotgan Nico Paslar ushbu yozda jamoaga qaytishi rasman tasdiqlangan. Bundan tashqari Madrid Chelsea yarim himoyachisi Enzo Fernandesni olib kelish haqida o'ylamoqda. Ushbu transfer Madridning asosiy rejalaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Madridning ro'yxatidan Parij jamoasi a'zosi Vitinha va Liverpool himoyachisi Ibrohim Konatelar ham o'rin olishgan. Lekin shunday bo'lsa-da, Madrid jamoasida sotilmaydigan va klub ularga 100% ishonadigan futbolchilar ro'yxati ham e'lon qilingan. Ushbu futbolchilar darvozabon Thibaut Courtois, Eder Militao, Arlen Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jude Bellinghamlarning sotilishi mutlaqo inkor etiladi va ular bilan bog'liq hech qanday takliflar ko'rib chiqilmaydi. Siz Madridning hozirgi holati haqida va ushbu amalga oshirilayotgan ishlar haqida qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.